Yangi tug'ilgan chaqaloqlar chilla saqlashi kerakmi? Albatta saqlash kerak. Chillani qattiq taqiq sifatida emas, sog'lom parvarish sifatida tushunish kerak. Zamonaviy tibbiyot 40 kungacha bolani qattiq uyda saqlash tavsiya qilmaydi, ammo ilk haftalarda bolani ayrim holatlariga e'tibor berish tavsiya qiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning immunitet tizimi sust bo'ladi, tana haroratini barqarorligini ushlab tura olmaydi, terisi va ichki organlari moslashish davrida bo'ladi, turli xil infeksion kasalliklarga chalinishi oson bo'ladi. Chilla davrida onajonlarga tavsiyalar: odam ko'p joyga olib kirmang, sovuq shamol va keskin haroratdan asrang, begona odamlarning qo'liga bermang, bog'chaga yoki maktabga boradigan kichik yoshdagi bolalar ko'p o'pmasin. Har doim qo'lingiz toza sterillangan bo'lsin. Xonaning harorati o'rtacha 22-24 gradus oralig'ida bo'lsin. Har doim xonaning havosi almashinib tursin. Ortiqcha o'rab tashlamang. Eng asosiy himoya bu ona sutida ko'p emizish. Agar chaqaloqda isitma baland bo'lsa, juda ham ko'p lanjlik kuzatilsa, emish yo'qolsa, tez qussa, qorni tarang bo'lib shishib, ichi kelmasa, teri rangi sarg'aysa, emishni rad etsa, ko'karishlar bo'lsa, shifokorga murojaat qilasiz. Chilla davrida onalar nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida keyingi postlarimda aytib o'taman. Kommentariyada ona so'zini qoldiring.